Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari va bu videoni tomosha qilayotgan barchaga. CSS ni o'rganishda davom etamiz. CSS 9-dars Shadow va transform xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Bugungi o'rgangan tushunchamiz Shadow. Shadow ikkiga bo'linadi, ya'ni soya hosil qilishimiz uchun bizda ikki xil xususiyat berib o'tilgan: text shadow va box shadow. Text shadow o'z nomi bilan tekstimizda soya hosil qilib beradi. Box shadow esa birorta bir shakl uchun soya hosil qilishimiz uchun kerak bo'lar ekan. Buni albatta visualda yozib ko'rsatib o'tamiz. Demak, bu yerda shu tarzda bir tarkibida masalan no'ram 5 ta matn bo'lsin va CSS ga o'tib yozamiz. Bu yerga text shadow va bizda ikki xil qiymat kiritiladi. Horizontal o'q bo'yicha masalan 2 piksel va vertikal o'q bo'yicha kiritilib o'tiladi va undan keyin birorta bir rang berishimiz kerak bo'ladi. Hozircha red qiymatini kiritib o'tamiz. Hozirdan ochamiz. Mana shu tarzda ko'rgan bo'lsangiz bizda soya hosil bo'ldi. Va hozir bu soyamiz biroz xunuk tarzda turibdi. Bizda opposite qiymati mavjud bo'lib, masalan 0.3 tarzda ko'rsatib bergan xiralik darajasini. Bu yerda piksel qolib ketibdi. Mana ko'rgan bo'lsangiz bir oz xiralashdi va biz birorta kattaroq qiymat, masalan 3 piksel qiymatini kiritib o'taylik. Ko'rgan bo'lsangiz bizda soyamiz biroz chiroyli tarzda bo'ldi. Mana bu text shadow xususiyati edi. Endi biz box shadow xususiyatini ham ko'rib chiqamiz. Birorta bir div beramiz. Div tarkibida masalan no'ramning 40 ta matni bo'lsin. Bu yerni o'chirib tashlaymiz, div beramiz va bu yerda masalan box to'xtak oldin bizga kerakli qiymatlarni kiritib olishimiz kerak va unga width beramiz 300 piksel va height beramiz masalan 100 piksel. Biroz yaxshi menimcha. Endi border beramiz 1 piksel solid masalan black tarzda bo'lsin. Buni brauzerdan ochib olaylik. Mana shu tarzda. Demak, overflow xususiyatini ham ko'rib ketaylik. Overflow hidden, ya'ni qolgan kontentni kiritib tashlab. Mana shu tarzda. Endi biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi box shadow xususiyati. Unga ham horizontal, vertikal o'q bo'yicha biz qiymatlar kiritamiz. Masalan 5 piksel horizontal o'q bo'yicha, 3 piksel vertikal o'q bo'yicha va uning opposite, ya'ni ko'rinishi masalan 3 piksel. Masalan birorta rang qilaylik, blue qiymatini olsin. Masalan ko'rib chiqamiz buni ham. Ko'rgan bo'lsangiz mana bizning box shadow xususiyatimiz ham ishlab kelmoqda. Demak, asosiy xususiyatlar shulardan iborat edi. Keyingi o'rganilgan tushunchalarimizdan biri transform xususiyati edi. Transform o'zgartirish degan ma'noni bildiradi va uning qiymatlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu yerda endi bizga keragi yo'q. Div qolaversin. Div tarkibida border ham, overflow ham ular bizga kerak emas ortiq. Faqat biz background color beramiz. Masalan, biror turdagi rangni tanlab olishimiz talab etiladi. Masalan, yashil tarzda bo'lsa, mana shu tarzda. Uni brauzerdan ochib olamiz. Mana shu tarzda bo'ldi. Endi biz pseudo klassiga murojaat qilamiz, ya'ni divimiz hover, ya'ni mishga borgandagi holatni yozib o'tamiz. Ya'ni transform xususiyatidan foydalanamiz. Uning translate xususiyati element qiymatiga ega bo'lganidan foydalanamiz. Demak, bizda qiymatlari, shu qiymatlar, asosiy qiymatlarni tekshirib o'tar ekanmiz degan translate birinchi xususiyati x va y o'qi bo'yicha surilishni aniqlab berar ekan. Demak, biz qiymat kiritamiz. Masalan, 20 piksel albatta virgul va yana 20 pikselga siljib bersin hover holatida.
ko'ramiz. Diqqat qiling, mishkamizni olib bordik. Mana 20 pikselga bizni siljitib bermoqda. 20 piksel x o'qi bo'yicha, 20 piksel y o'qi bo'yicha siljitib bermoqda. Keyingi o'rganadigan tushunchamiz bizda rotate. Endi biz bu rotate qiymati bizda burilishni belgilab berar ekan. Bizda yangi tushuncha rotate xususiyatini ko'rib chiqar ekanmiz. Demak, bizda yangi tushuncha kiritilib o'tiladi, ya'ni deg yoziladi. Mana shu tarzda bu darajani belgilab beradi. Masalan, 50 gradusga burilsin deb buyruq beraylik. Diqqat qiling. Mana 50 gradusga bizga buritilib berilmoqda. Demak, keyingi o'rganadigan tushunchamiz scale xususiyati. Bu width va height jihatdan kengaytirishni amalga oshirar ekan. Buni ham ko'rib o'tamiz. Rotate scale xususiyati. Scale xususiyatini ko'rib chiqamiz. Bu yerda biz kengaytmani 2:1 nisbatda beramiz. Ya'ni buni ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana shu tarzda ko'rgan bo'lsangiz, bizda width va height jihatdan surilmoqda. Bu yerda biz masalan shu yerda 3 qiymat beraylik. Bu yerda esa 2 qiymatni bersak, width jihatdan 3 kenglik joylashtir, height jihatdan esa 2 ni joylashtirib bermoqdamiz. Buyrug'i asosida biz kodni sinab ko'ramiz. Diqqat qiling. Mana shu tarzda biroz kattalashib ketdi. Biz boshqacha qiymatlar ham berishimiz mumkin. Masalan, 1,5 qiymatni olsam va 2 qiymatni emas, masalan, 3 qiymatni olsin deb buyruq beramiz. Diqqat qiling. Mana shu tarzda. Demak, bizda scale qiymati shundan iborat. Keyingi qiymatni tekshirib o'tamiz. Scale x o'qi bo'yicha, scale y o'qi bo'yichani sinab o'tar ekanmiz. Demak, bu x va y o'qi bo'yicha burchakni cho'zib berar ekan. Albatta, buni ham tekshirib ko'ramiz. Scale x o'qi bo'yichani ko'rar ekanmiz. Demak, masalan 30 ya'ni gradus. Diqqat qiling. Mana x o'qi bo'yicha bizning burchagimizni cho'zib bermoqda. Endi x emas, y qilsak, y o'qi bo'yicha, ya'ni shu tarz. Demak, bugungi o'rgangan tushunchamiz transform xususiyati ekan. Bu video darsligimiz ham sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Hamma vaqt TV kanaliga obuna bo'lishni unutmang.